Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men hozirgi videomizda do'stlar Car Parking Driving School'ni Meksiko mana bu mashinamiz çok mashinam bor. Bu eng birinchi beradigan mashina qizil bo'lib tegman bor, qora jalab turgan. İkinci maşinam. Bunu 60 binga olgan. Pul to'plash qiyin, hozirda 1000 bor. Do'stlar, bu 60 binga olingani keyingi mashinaga qoladi. Bu iyi o'ynaydi. Biliyor. Hadi gitti mashina. Hozircha tushib ketgan mashina bu. 110 mingga olgan mamuni. Yana shunaqa bu. Keyingi mashina. Ko'rsatgani. Ko'rsatdi. Bu mashina 80 milyon. Shuni o'yning. Haydaymiz hozir. Go. Multiplayer degani bu onlayn o'ynash, bu open world. Bu o'zing o'ynasan degani parking mashinalar vaqtida yetirishni deya esimdan chiqib ketdi. Birinchi road signals degani nima deydi? Ana yo'l harakatini o'rganish. Hozir open world. Qaysi yerda paydo bo'ladi? Yo, birinchi yo'q, birinchi deydi. Bu nima deydi? Mashinani vaqtida bitta joyga olib borib qo'yish u bo'lmaydi. Mana to'rttasini tanlayman. Desert, Farm, Pinewood, Mine City, City'ni boshlaymiz. Buni keyingi qismlari ham bor. Bu mashina har mashinalarning ichi har xil bo'ladi, bir xil emas. Masalan, bu mashinaki boshqacha bo'ladi. Buni ichi juda yoqadi menga. Chapkani. Ko'zingga qarab yurmaysanmi, ey jinni? Juda tez yuradi bu mashina. Yuda. Yo, блядь. Ozgina qoldi. 170 ta Yo, блядь. %96% bor. Yemshirilmaydi mashina. Buzilib qoladi, lekin yemshirilmaydi. Блядь. Bu mashina. Yaxshi, keyingi mashinaga o'tamiz. Bu mashinani qattiq haydab, birdan rulni bo'lsalar, juda amzator deydilar, shuni juda ko'tarilgan, undan ham ko'tarsa bo'ladi. Tuzganman u mashina. Tuzganman. Yurib ketuvdi, to'xtatib turdim. Hamma yoq tuzilgan. Amzatorni men ko'tarmaganman, o'zi ko'tarilib turadi. Bundan ham ko'tarsa bo'ladi. Bu bizlarning mashina.
ichi uncha menga uncha yoqmaydi. Salgina. Juda qattiq. Bo'lma. Bilay. Nima sen dedi. Toza telefon olasanmi? Mush o'ldi yo'qmaydi. Shuncha yiqit qaydaganmi? Mana bu yerda nima deydi? Benzin 25%, qolgan 48%, qolgan 100% bo'ladi hammasi. Men urib yiqitib 48% chiqardim. 24%. Birinchi mashinam o'chib qolgan. Yo. Yiqilma. Pul beradim menga. Yaxshi. Yo'q. Yo'q. Qachon chiqib ketamaydi bu oralikdan? Yeba. Baya. Yutdim. Mana it shunaqa. Sal qotadi, lekin videoga sal qotmaydi. Qochib ketdim bundan. Urib ketdim. Bitta yo'l yo'q. Shundan qaranglar. Yomon dahshat turibdi bori. Hozir buni yana tuning qilishga urinamiz. Давайте go. Tuning qilamiz. Yes, mana. Onayda bilet. What the fuck? Şunu koşarttım. Anne bana gel hadi. Haydi. Yos döndürler. Maria. Haydi. Düşeyemez. Döndüremez. Düşeyemez. Göremiyorum. Bilet. Rahmat jalanga yaqin bilet. Jangan slowly. Biokka. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu anızotun götüremeyin. Diyorum. Götüremez. Ya. Cüre kattık götüremez. Bu şey. Kızdırmaymış ayaklarını. Ya! 10.000 almashtirsa bo'larkan. Ona endi telefon tushib ketardi o'zi. Doğrayayım.
hammasi ketdi уже bo'ldi bile. Hammasi tamam bo'ldi. Давайте go. Man hozir mana shu qotishi umuman yo'q edimi? Juda yo'q. Qotmasa kerak bo'lsa 1 soat ham olardim. Mana shu videoni. Olish yo'qmay qoladi, keyin qotib yotadi og'zingiz, ichingiz ham bo'ladi. Toshkentliklarga gapim bor. 70-75 deb baqirishadi ana. Baqirsan suv qattiqroq otiladigan joylar bor-ku, shu yerga 70-75 deb baqiradilar. Uni ma'nosi juda yomon ekan. Hayratda qoldim. Nima ekanda anaqa. 75 esimda, 70 degani esa esimda. 70 degani nima deydilar? Ana nima edi? Oxirjon deydilar. Da yer yo'qolishi yo'qoladi-yu. 7700 yillar. Ana shu narsada masalan nima deyapman? Esimdan chiqib ketdi. Kommentariyga yozaveringlar. Mayli oxir zamon deb turaman. Shu oxir zamon deganim oxir zamonga tayyorman deganim. Mana shunaqa. Qoidasini buzmaslik kerak. 100 plus berdi. Wow, ya. Bitta stop. 2 3 4 5 kesa sonash kerak. Mashina bor bo'lsa to'xtab turasiz. Agar mashina yo'q bo'lsa 5 kecha sanab ketaverasiz. Plus beradi, men bitta Yo'qlar ekran degan ana shu qiltirib 37 level HP degan 3 ta yulduz bormi? Ana shu 3 ta yulduzni to'ldirsam menga juda ko'p pul beradi. Hozir bitta yulduzni to'ldiraman. O'z yashil yongandimi? Mayli. Endi keyingi bosolmayman-da, hozir bo'lsa xato qildim. Nima qilaman? Ana uni o'tib ketdim. Kelinglar. Bilma, shuncha foto to'xtab. O'lib yoqmaydi. Kelinglar, to'xtab tur. Qotib tur, mana shunaqa qildim. Yırtama. Yaşayamadı-ku. Böyle. Yes. Dur. Ayağını şanlı. Ellik plus bir. Neydi? Ya çıktı. 3550 блядь, 진짜. 82 volt diyorum ya. 8211 son böyle böyle. 110.000'ga shunaqa amizatli narsa olganman. Bля, shu boshqa mashina olsammikin? Nima u? Mana shu eng birinchi beradigan mashina. Gazini bosam, bitta yozilmagan. Hech tezlikda
Quick. Mana bunda hamma motor, benzin hammasi 100. Mani mashinalarimda hammasi yo'q. Men bittasi 47, bittasi 46, bittasi 2. Benzin tom bo'libdi. Mana shu mashinamda benzin qolmagan. Nimaga aytdingiz? Buni nimaga? Deb yig'lamayman. Soat 12 bo'ldi, bile. To'xtash mumkin emas, bilasiz. Men buni bilaman. Men o'qiganman kitobda. To'xtash mumkin emas, bilasiz. To'xtasam shatroq bo'ladi. Shatroq bo'ladi. Bilaman, to'xtash mumkin emas belgisi. Yurib ketadilar bu belgida. To'xtash mumkin emas. To'xtash. Axir to'xtash. What the fuck? Sekinroq haydang, og'zingizga sichayin. Demayman. Bu yerda chiq deb to'xtaymiz. Chiq. Dostlar. Yo! Mana shuni ismi car parking driving school driving diyorlar. Rile men o'zim inglab so'm pul yig'ib qo'ygan pulim bor. Hozir kimanga obuna bilan like bosgan bo'lsa 5000 so'm pul. Faqatgina do'stlarim emas, obunachilarim like bosgan odam, obuna bo'lgan odam 5000 so'm. Lekin bittagina sharti bor, shu odamni qiladigan like bosib obuna bo'lasizlar, 10 ta odamga tashiysizlar, ularga obuna bo'ldirasizlar. 10 ta odam qo'shib hammasiga obuna bo'ldirasizlar. Shu odamga deysizlar, bo'ldi. Tamam. Xattaligini yozib qoldirasizlar. Bo'ldi, tamam. Video ham o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga xayr, omad. Agar mana shu video yoqqan bo'lsa, like bosinglar va obuna bo'linglar. 10 ta odamga tashib obuna bo'lishni etinglar va keyin qatta eshiysizlar, shuni etinglar. Hammaga xayr, omad.